Assalomu alaykum hammalarga. Mana katerimiz hozir bitta. Jiddiy ishlashlari. Endi hozir chang bo'lgan. Bo'lmaysizlar. Katerlarimiz hazoron bo'lgan. Ma'lum havosgan so'nggi katerlarimiz. Gazni sal ashibkasi bor. Bo'lmaysizlar. Sal pastroq qilish kerak edi. Ustalar tiqilib qoldi. So'nggi linalari avvalini qo'yib alyumin nasosdan qo'yib olganmiz. Bu yerda katta teshik panjara bo'ladi. Kollektorlarimiz far bo'lgan. Nasoslarimiz filo bo'lgan. Sifatli kranlarimiz Timmy, turbalarimiz pilsa bo'lgan. Bollarimiz amerikanskiy bo'lgan. Naxolasi tayyor. Demoqdan ketamiz, kelib ular ketishadi. Endi men menga e'tibor bermaysiz, chunki biz joydan kelib chiqib shunaqa montaj qilganmiz, chunki iloji yo'q edi. Men 100 talik, men 150 talik buni ichidan turib o'chirishimiz kerak edi.